Selam dostlar, top 5 topshiriq davom etib, bugun men sizni Instagramda aktual bo'lgan bloklar turlari bilan tanishtirashaqman. Ketdik. Birinchi tur ijodiy blok. She'rlar yoki prozalar yozasizmi? Eskitkish artlar yasaysizmi? Ul chaqda sizga tema ustidan o'ylarga da kerakmi? Shiklanmisha o'zingizning ijodingiz bilan tanishtirishi blok ochig'iz. Ikkinchi tur pishiqchilik. Pishiqchilik temasi umuman olganda bek populyar. Yeshqa ular bir temaga bo'ladi. Vegetarianstvo yoki kirishsincha it rizqlari bilan retseptlar. Yumor hissi bilan qo'llanig'iz ham so'nggi topqir shoyartgan kibik shoyartdingiz. Dunyo sizning auditoriya yilmayularidan yoqtiroq bo'lsin. Uchinchi tur shaxsiy blok. Boshqa ilga ko'chib ketdingmi? 30 kilogramga yobiqdingmi? O'zingning tajribang bilan o'rtoqlash. Dördüncü tur qiziqli tarixlar blogi. Yumor har vaqt populyar. Memsiz, komikslarsız bizning yozmishimiz narsa. Ham 5-chi so'nggi blok turi ul imtihonlarga hazırlanu blogi. Hozir bu tema bek populyar, hali o'zing da imtihonlarga hazırlansang, bu senga 2 plus. Boshqalarga da temani yaxshiroq anglarga bo'lishirga mumkin. Bu top 5 topshiriq edi. Kelasi uchrashuvlarga qadar like qo'yarga unutma.